Qizlar, turmush o'rtog'ingiz bilan tengma-teng erkak pozitsiyasidan tortishib, kurashib, uni nimadir isbotlashga harakat qilsangiz, hech narsaga hech qachon erisha olmaysiz. Siz erkak emas, ayol kishisiz. Siz ayol pozitsiyasidan munosabatlarni o'zgartirishga, yaxshilashga harakat qilishingiz kerak. Eringiz bilan janjal qilib, unga qo'pol, xafa qiladigan gaplar gapirib, uni hech qachon o'zgartira olmaysiz. Chunki eringiz bu holatda sizni eshitmaydi. Uni faqat sindirishingiz mumkin. Lekin sizga savol, singan erkak bilan keyin o'zingiz yashay olasizmi? Undan ko'ra ayolligingizni eslang. Ayolli super kuchi bu uni ojizligi, nafisligi. Ayni mana shu pozitsiyadan qilingan har bitta harakat sizga albatta natija beradi. 1-3 may kunlari poytaxtimizdagi Milliy kutubxona binosining old maydonida Gullar festivali bizni qarshi oladi. Poytaxt aholisi va mehmonlarini, tadbirkorlar, yoshlar va landshaft dizayni ixlosmandlarini bahorning go'zal bayramida ishtirok etishga taklif qilamiz. Keling, gullar nafosatidan zavq oling.